Avvaliga hayotda sen uchun eng muhimi ilm-fan bo'ladi. Keyin ham qarashlaring o'zgarmaydi. Lekin hayotiy bosqichlar sabab turmush qurishga to'g'ri keladi. O'zingga o'xshash fan fidoyisi bilan yanada rivojlanish maqsadida hayot yo'lingni birlashtirishga rozi bo'lasan. Keyin u uchun fanni tark etishingga to'g'ri keladi va bu bilan xuddi o'zligingni tark etganday bo'lasan. Shunda ham uni qo'llaysan. Uning mamlakatni qutqarishga qaratilgan ixtirosi bo'lsa. Afsuski, ixtiro millionlab inson taqdiriga, qirg'inlarga sabab bo'ladi. Kimyo bo'yicha Germaniyada doktorlik darajasini olgan ilk ayol Klara Immervarning hayoti shu yo'sinda kechib, suiqasd bilan yakuniga yetgan. U turmushi avvalida kimyoviy qurol yaratgan umr yo'ldoshining karyerasi uchun fanni tark etadi. Biroq bo'g'uvchi xlorning ilk sinovidan keyin u o'zini otib o'ldiradi. Undan 30 yil o'tgach, o'g'li German ham shunday o'lim topadi. Klarada aniq fanlarga bo'lgan haqiqiy muhabbatni ko'rish mumkin edi. Otasi Filip kimyo fanidan doktorlik darajasini olib, dehqonchilikda muvaffaqiyatga erishadi. Shakar lavlagi yetishtirgan Filip bir o'g'il va 3 nafar qiz farzandni voyaga yetkazadi. Ulardan eng kichigi Klara Immervar edi. Bu katta oila yozni qishloqda o'tkazar, qishda esa yirik kiyim va matolar do'konining egasi bo'lgan buvisiga Breslovga ko'chib o'tardi. Maktabdaligidan ko'proq bilim berish uchun qizlarga maxsus o'qituvchilar yo'llanardi. Keyinchalik ulardan faqat Klara fan yo'lida borishga qattiq kirishadi. 1880-yil Klaraning onasi saratondan vafot etadi. Otasi 20 yoshli qizi uchun ko'proq imkoniyatlarni nazarda tutib, Breslavga olib borishga qaror qiladi. Bu vaqtlari Prussiya jamiyati an'analarga qattiq rioya qilardi. Ayollar laboratoriya emas, oshxona ishlari bilan band bo'lish kerak edi. Klara buni yaxshi tushungani uchun ham Breslavga ko'chib o'tganidan keyin tanishgan yigiti, iqtidorli talaba Fritz Gaberning unga ko'rsatgan alohida e'tiborini javobsiz qoldirgan. Chunki turmush uning buyuk ambitsiyalari va rejalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq edi. Klara Fritz bilan uchrashuv o'rniga o'qituvchilarni tayyorlash seminarlariga borishni ma'qul ko'rardi. Chunki maktab o'qituvchisi diplomi uni universitetga kirish orzusiga yaqinlashtirardi. Tez orada Klaraning qiziqish doirasi ham aniqlandi. Jane Marsning kimyo haqida suhbatlar kitobini o'qiganidan keyin Klaraning bu fanga ishtiyoqi ortib borardi. Buni ko'rib quvongan otasi uni imkon qadar qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Biroq byurokratik to'siqlarni yengish uchun uning yetarlicha puli ham, xohishi ham bo'lmagan. 1895-yil Breslau universiteti o'qituvchilik darajasiga, ya'ni diplomiga ega ayollarga darslarda talaba bo'lmay turib qatnashish mumkin bo'lishi bilanoq Klara bu imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. Tinglovchilar ma'ruzalarda qatnashishi uchun har bir o'qituvchining alohida roziligi talab etilardi. Immervar bu borada barcha o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashiga erishgan edi. 1898-yilda Klara universitetda doktorlik himoyasidan avvalgi eng qiyin imtihonni ayollardan birinchi bo'lib muvaffaqiyatli topshiradi. 1900-yilning 12-dekabrida esa elektrovalentlik nazariyasi muallifi Richard Abberg rahbarligida kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori bo'ladi. Klaragacha Germaniyada ayollardan hali hech kim buning uddasidan chiqmagan edi. Uning ilmiy tadqiqoti mavzusi og'ir metalli tuzlarning eruvchanligini o'rganish bo'lgan. Ushbu darajani olgan Klara haqqoniylik prinsipiga doim amal qilish va hech qachon odamlarning e'tiqodlariga zid narsalarni o'rgatmaslikka va'da bergan. Unga ishonilgan vazifa bo'lsa faqatgina uy xo'jaligida kimyo va fizika mavzusidagi ma'ruzalarni o'tish edi. Erkaklar olamida bundan ortig'i, ayniqsa turmushga chiqmagan qizga ishonilmasdi. Ko'p o'tmay Klara Freiburgdagi ilmiy kongressda Gaber bilan yana to'qnash keladi. Bu vaqtda Gaber Karlsruedagi texnika universiteti ma'ruzachisi va professor assistenti bo'lib ishlardi. Gaber unga turmush qurish taklifini bildiradi. Klara ham 3 kun o'ylab rozilik beradi. Men hayotda barcha qobiliyatlaringni rivojlantirib, hayot beradigan imkoniyatlardan maksimal foydalanishga intilsagina yashashga arziydi deb hamisha ishonardim.
Shu sababli men unga turmushga chiqdim. Aks holda mening hayot kitobimdagi yangi sahifa bo'sh qolgan bo'lardi deb eslaydi u keyinchalik. Nikohdan 3 oy o'tgach 1901-yil ular turmush quradi. Klara o'zining oilaviy holati unga cheklovlar qo'ymasligiga, avvalgiday fan yo'lida davom etishiga soddalik bilan ishonardi. U to'ydan keyin ham seminar va ilmiy uchrashuvlarda qatnashda davom etadi. Biroq oz vaqt o'tib tug'ilgan o'g'li German uning karyerasiga nuqta qo'yilishiga sabab bo'ladi. Endi Klara faqat ilmiy maqolalarga yordam berishi va tarjima qilish mumkin edi xolos. Lekin bu imkoniyatlarning o'zi ham rafiqasining faoliyatida alohida o'rin tutgan. Gaberning gazli reaksiyalar termodinamikasi darsligini yaratilishida Klara unga to'liq yordam ko'rsatadi. Hisobotlarni qayta tekshirib, hatto ishning inglizcha tarjimasini ham tayyorlab beradi. 1905-yilda chop etilgan darslikni Fritz, ko'rinmas hamkorlik uchun sevimli ayolim, fan doktori Klara Immervarga minnatdorchilik bilan deya qisqa bag'ishlov bilan rafiqasining darslikdagi hissasini qayd etadi. Ayollar men uchun go'zal kapalakka o'xshaydi. Ularning ranglari va yorqinligiga qoyil qolaman, lekin bundan ortig'i emas degan fikrdagi Gaber Klara homiladorligida uning salomatligi bilan hisoblashmay, uyida jamoasi bilan tez-tez shovqinli uchrashuvlar o'tkazar, kuni bilan mehmonlar uchun taom tayyorlagan Klara haqida esa ba'zan unutib ham qo'yardi. Aqlli xizmatkordan boshqa hech kim. Farzandi 3 oylik bo'lganida esa Gaber nemis elektrokimyoviy jamiyati tomonidan buyurilgan vazifani bajarish uchun AQShga ketib, 5 oy davomida bu sanoat okean ortida qanday tashkil etilganini o'rganadi. Professional rivojlanishdan to'xtagan rafiqasi Klara bo'lsa, surunkali tarzda kasal bo'lib kelayotgan farzandi bilan yolg'iz qoladi. Klara 1909-yilgi xatlaridan birida turmushi haqida yozarkan, uning baxtli davri uzoq davom etmaganini ta'kidlaydi. Ehtimol, bu mening xarakterim tufayli hamdir, lekin bunga asosan Fritzning menga xotin sifatida qo'ygan despotik talablari sabab deb o'ylayman. Klara Gaber uchun o'zini aqlli xizmatkordan boshqa hech kim deb bilib, bundan chuqur aziyat chekkan. Bir insonning istisno tarzda zakovatining o'zi uni boshqasiga nisbatan ahamiyatliroq qilib qo'ya oladimi va mening hayotimning qadri elektron nazariyadan kammi deb yozadi u. Vaqt o'tishi bilan Fritz va Klaraning munosabatlari boshi berk ko'chaga borib qoladi. Fritz asosan ish safarida bo'lib, uyga kamdan kam keladi va ko'p marta oilasiga xiyonat qiladi. Turmushidan aziyat chekkan Klara sobiq ilmiy rahbariga shunday deb xat yozadi. U turmush davomida erishganlarini men yo'qotdim. Qolganlari bo'lsa meni baxtsizroq qiladi. 1906-yilda Gaberga fizik, kimyo va elektrokimyo bo'yicha professor unvoni berilgach, Gaberda jamoatchilik oldida oilasining qiyofasini saqlab qolish zarurati paydo bo'ladi. Bu stressga dosh bera olmagan Klara doimiy migren bilan kurashish uchun xususiy sanatoriyada davolanishga to'g'ri keladi. Ataylab kamtarona kiyinib, Gaberdan o'zini torta boshlagan Klara oila budjetiga daryodek oqib kelayotgan kapitallarni ham e'tiborsiz qoldiradi. O'zini va bor e'tiborini fanga qaytishga bag'ishlaydi. Klara 1910-yil o'z uyida 100 nafar tinglovchini yig'ib, kimyo bo'yicha 4 ta ma'ruza o'tkazishga erishib, oila budjetiga kamtarona hissasini qo'shib boradi. Lekin bu Gaberning muvaffaqiyati oldida hech narsa emas edi. 1911-yilda Gaber Berlinda yangi tashkil etilgan Kaiser Wilhelm fizik, kimyo va elektrokimyo institutiga rahbar etib tayinlanadi. Shundan keyin bu oila institut binosiga qo'shni uyga ko'chib o'tadi. Klara bor jasoratini qo'lga olib, turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Gaber ilmiy opponenti bilan navbatdagi kelishmovchilikdan keyin o't pufak kasalligi bilan og'riganida, Klara uning sog'lig'ini tiklashga urinar, laboratoriyada ushlanib qolgan vaqtlari ovqatlar yetkazib berardi. 1909-yilda Gaber sanoatda azot va vodoroddan ammiak olish uslubini ishlab chiqadi. Bu kashfiyot tom ma'noda Germaniya va butun Yevropani yaqinlashayotgan ocharchilikdan qutqaradi. Endi Gaberga nitrit bilan ishlashda davom etib,
ommaviy qirg'in uchun kimyoviy qurol yaratish vazifasi yuklatilgandi. Fritz bunga oson ko'nmaydi. U Germaniyaning urushga kirishish qarorini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, qotil emas, aqlli kimyogar edi. Fritz o'zining joriy maqomini yo'qotishdan cho'chib, yangi qurol potensial qurbonlarni keskin kamaytiradi. Germaniya g'alabasini kafolatlaydi va shu tariqa urush tezroq to'xtaydi degan qarashga ishonadi va bu qarorini shunday oqlaydi. Olam tinchlik davrida dunyoga tegishli bo'ladi, urushda esa o'z yurtiga. 1915-yil yanvarida Germaniya Gaber va uning jamoasi tomonidan ishlangan birinchi kimyoviy qurolini chiqara boshlaydi. Klara uchun bu og'ir zarba bo'lgan. Urush haqidagi suhbatlar uni qattiq g'azablantirib, turmush o'rtog'ining o'ldiruvchi gaz ishlab chiqarishdagi ishtiroki Klarani butunlay aqldan ozdirgan. Klara Fritzning laboratoriyasida bo'lib, gaz bilan zaharlangan sinovdagi nogiron hayvonlarni ko'radi va bo'lajak katastrofa qamrovini juda yaxshi tushunadi. Klara birinchi navbatda Fritzdan, keyin esa martabasi uchun qotillikka ham tayyor insonga hayotini qurbon qilgani uchun o'zidan qattiq nafratlanadi. U Fritzning ishini fan ideallarining buzilishi deydi. Fritz bunga javoban uni ommaviy tarzda vatan uchun xavfli deb atab ishida davom etadi. Geber Fritz 1915-yil 22-aprel kuni fransuz-ingliz ittifoqchilariga qarshi gazli hujumni shaxsan boshqarish uchun Ipr daryosiga yuboriladi. 3000 nafar dushman askari bo'g'ilib halok bo'ladi. Yana 7000 nafari bo'lsa, kuyib zararlanadi. Nemis armiyasi ustunlikka erishsa-da, undan foydalana olmadi. Qo'mondonlar kerakligicha tayyorgarlik ko'rmagan edi. Frontdan qaytganiga bir hafta bo'lgach, Fritz Gaber xlorni urush maydonida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgani sharafiga katta kechki dasturxon yozadi, bazm uyushtiradi. Klara uchun esa bu shaytonlar bazmi kabi edi. U Gaberning xizmat quroli bilan bog'ga chiqib 2 marta o'q uzadi. Birinchisi sinov, ikkinchisi bo'lsa uning ko'kragiga uzilgan o'q edi. Bu 2-may tunda sodir bo'ladi. Klara o'sha zahoti o'lmaydi. U bir muddat 13 yoshli o'g'li Germanning qo'lida qon yo'qotadi. 30 yildan keyin bo'lsa, German ham xuddi shunday suiqasd bilan o'lim topadi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Videolarimiz va kanallarimiz havolalarini olib, o'zingizni har xil ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringizga, guruhlaringizga tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.